Onasi yaxshi o'tiribsanmi? Ishdan kelganda xotin qanaqa kutib olish kerak? Bilmadim. Salom berib kutib olish kerak. Uyga ro'zg'or qilib qo'ygan bo'lsa, xotin nima qilib o'tirish kerak? Bilmadim. Ovqat qilib o'tirish kerak, sadda. Yur ko'chadan yeymiz. Mashinani 4 ta baloni nimaga kerak? Ha, bilmadim. Evisda hozir kulukvali yengilliklarimiz qo'shilgan oka. Tatib ko'rasizlarmi? O, kulukvali lavash yeysan? Nima u? Ha, mana shunaqa qarov desal, orqada qolib ketgan miyasi. Mana, kulukvani sous qo'shilgan deyapti. Yeysanmi? Bilmadim. Bering hammasidan bitta-bitta. Qara, kulukvali, trendvich, lavash, gamburger bu yengillik faqat cheklangan ekan, har doim bo'lmas ekan. Qorning to'ydimi? Bilmadim. Yana yegin kelsa, Evis bot yoki приложениyadan zakaz qilamiz yoki Evis o'ziga kelib yeyish kerak bo'lar ekan. Mazasi zo'r ekan-a. Qara bitta qiz menga, Ozod aka bugun ham ko'rishaylik deb SMS yozgan bo'lsa, bu nima degani? Bu degani xiyonat degani. Siz menga xiyonat qilasiz. Agar u sizga bugun ham ko'rishaylik degan bo'lsa, demak siz kecha u bilan ko'rishib bo'lgansiz. Agar u sizga SMS boshida salom alaykum qilmagan bo'lsa, siz ertalab u bilan yozishgansiz va hozir ham yozishyapsiz. Bu degani xiyonat degani. Menga qara, uydagi holatlarni men mana shunaqa tushunmaysan, a? Bilmasam men. Agar sen fizika algebrani shu darajada tushunganingda boru Amerikada grantga o'qiyotgan bo'larding. Ha. Qaqa? Bilmadim. Gökteki güneşin yerdeki hali ona sor.